İtot amalga oshmagan arzu. Sahnimizda Abdukarim Ablis, Yalqin Qurbon. Siz kim bo'lasiz? Men hech kim emas, o'zim. Bu yerda ish qilyapsiz? Ya, men yo'ldimda ketib qolgandim, qarasam siz qo'lingizni bundoq qilib o'tib kelsiz, ichida nima bor deb qarab boqdim. Buning ichida bir narsa yo'q. Biz kino ishlayaptik, ko'rinish ishlayaptimi-da? Men shu kino ishlaydiganlar mishaydi bir yotoq chiqdi. Mishaydi ekan deb anglab, shuni izlab kelgandim, topolmadim qarang. Shu kino ishlaydiganlar sizlarmi? Biz shu. Yo'q, rejissorni izlab kelganman. Shu siz izga rejissor dal men bo'laman. Siz rejissormi? Qanday? Rejissor? Ekling qo'lingizni. Ya Allah. Bu rejissor qanday odamga deydim. Nayt shu bizning ishdan chapindan yanchi kuchliroq odam ekan. Qiziq gap qilyapsiz. Xo'sh. Meni izlab bir ishingiz bormi bitta? Ya boshqa ish yo'q. Sizlar yerda kino ishlayapti. Mana ommaviy qo'shimcha rollarga biz mana shu xalq ichida artistlar o'tibdi deb ona bak qiziqaman. Shu men bir rol olib qolsa bir chiqib qolmayman deb bak arzuyim bormish kino chiqishga qarang. Biz bu yerda bir kino ishlayotganimiz ras. Ancha muncha xalq arasida ommaviy rollarga taklif qilib ishlatdik. Hamda hozir rol tugadi. Keyin sizni taklif qilamiz. Yo'q, mana bu borsa endi tugadi deb turolmay bu yerda. Qarasam siz toza rolga bo'lishi bor qarang. Bir saqchining roli bor. Ammo bu saqchiga sizning bu chechingiz nayta mas keldi ekan. Ya aldirvatga esimda qanaqasimi? Mush usqonlaringiz, badan qurilishingiz alomat tushdi ekan. Rahmat. Lekin bu chiroyingiz toza mas kelmaydi ekan. Qiziq gap qilgansiz rejissor, bu chechin bilan bo'yam tushib chiroyim mas kelmas deysiz, ha? Qarang, mas saqchining obrazi ijobiy personajning obrazi. Mas sizning chiroyingiz salbiy personajning obrazi ekan. Toza mas kelmaydi ekan. Mening chiroyimni salbiy desak, sizniki nima deymiz rejissor? Voy, men degan rejissor olib chiqmayman. Ha, bo'pti, sizlar tanishib o'taman shu rol o'zimda o'ynab boqacha tushunmi meni? Qarab, o'ylab turgan jonga. Tuz turing, ta o'rlang. Yana bir rol o'ynab boqansiz. Nima rol bu? Haliqqa mashinchining roli. Hali uzr olma ya be. Deb o'ylab turgan rol. Voy, alaydi rol avomida qarsam sizlar aytib mas keldi ekansiz, o'ynab boqansiz. Mayli, agar uzroq bo'lsa o'ynagan. Uzun. Unda bo'lsa bunda qilib qarang. Men bu yerda qarab turay. Siz o'zingizni men ashu mashinada paras qilib, mashin ishxonada qanday ish olib shug'ullandi. Bir itot o'ynab boqing. Bir minutda qisqa qilib, ko'rib boqayman. Men hozir o'sha itot o'ynab beramda. Mashinchinikini nima? Unda siz men masish beramsiz? Men? Men qanday masishman? Yo'q, endi men mashinchining rolini o'ynagandan keyin sizda bir xarid olib masish bermamsiz. Kiyim tutukli kelgan bu. Ma'qul. Ham yaxshi, menda qilaylik. İtotni yaxshi qilish uchun men mashinchi rol o'ynagandan keyin siz menga cho'kan rol o'ynab bering. Hadi katta qizingiz. Bo'ldi. Meni avar qilmay o'zingiz o'ynayvering. Rejissor bu masish bermisiz meni kallamga deb qanday o'ynayman? Voy, fikam voy. Men bir act tursam qanday cho'kan bo'laman sizga? Siz rejissor o'g'anda qamishtirib olasiz unchalik ishni. Astagfirullah. Ma'qul. O'ynab. Boshlaylik, Ma'qul. Unda bo'lsa sizni qarang, rejissor, bir chiroyliroq odamni ko'z chiqarib cho'kan bo'lasiz shunda. Voy, siz meni va 18 yoshli chiroyli boqmoq qizlarda paras qilib itobda o'ynayvering. Yaxshilab deb kerak. Bo'ldimi? Paras qilay desam-mi, sizning chiroyingiz 60 yosh qarxotundaglik qilib turdi. Astagfirullah. O'yligingiz bammaroni yo'qmi? Baba, sizga gaplashmayman. Mening vaqtim qisqachib bo'laman. Ma'qul. Boshlamda? Boshlaylik. Tayyorlik qilaman. Boshlaylik deb qo'ying, ha? Tayyorlik bitdimi yo? Bitdi. Boshlandi.
to'xtab turing. Ha. Mashinani jipini o'tkazmaysan mentaqa. Ha, bu. Voy, bo'l. Voy, bu qo'lim titrayotmay turmadim. Voy, bu yerda mashina yo'q, bunday qilsangiz bo'lmadimi? Stop. Deb yonda o'tib ketib boraman. Bak. Başlandı. Boshlaylar. Ha. Başlandı. Shaldir, chiqir, shaldir, chiqir. Assalomu alaykum, usta. Kasqinib. Keldik. Nima sizda bunda qo'pol cho'kan baslarmikom deb kirdim. Bunda qo'pollik qilsangiz, hamma maydo sizni. Voy. Nima chiroyli kirmamsiz bunda. Assalom usta. Allah. Şuna geldi de. Ha, doktor, bak kapılma. Ben size assalam usta deb. Belan oynagan var oynas. Ama bak. Gitmez mi dolu ki? Başlandı. Boshlaylar. Başlandı. Shaldir, chiqir, shaldir. Assalam usta. Kasqinib, kap qoplig'i. Geldik. Xo'sh, ishxona kirlar, ishxonaga. Voy, ishxonaga. Qani, marhamat. Do'konga kirlar, do'konga. Xo'shxonam kap qoplar. Özür dilerim, ağaçtı bir şey. Xotirjam bosqinim, har qanday hojat o'z chiqimizga. Bir rafaqat ben ustam. O'sha o'zlarining nomlari ekilishim. Bir yaraştırıp, bir lip tikpaslar. O'sha do'st ishlardan laptashda kiyvasan degan. Xotirjam bo'lsa, ammo ashu tashqi ochiq o'xshitib turishmasini xotirjam bo'lsa. Rahmat kaslar. Ana qo'ltiqimda. Kaslar. Mana. Rahmat kaslar. Voy. Alayman rahkim mava. Ustam. Nima bo'ldi xinam? Bu raf emas, qol. Voy. Men taq limida qiz duxovakaga o'xshaydi deb turibdi. Ta xo'sh. Xinam bir o'lch olaymi? Ölçüvasın. Ma'qul. Haras, qandaroq kelar xinam bu ko'ylakni? Endi o'zlari ham nom bo'lgan degan o'zingiz bilib tiktirasiz. Ya, men bilib tiktirman, bu o'lchoqroq kiyimlar yo yipiqroqmi deyman ku. Bu nima deganlar ustam? Endi jamiyatimiz o'choqroq deganimiz qaysi xinam? Ma jamiyatimizda ba'zi qizlarimiz dumbi so'choq, mayda so'choq, kindik o'chiq kiyimli kiyyotdi. Ular kiyimga shu ig'och qishtalli qoldi. Adamni xishlik qilmang ustam. Endi shundaqmi yamida uzroqmi deyman qanda, bu deb beramiz buni. Padishah bilan bo'lsin. Ma'qul. Unda bo'lsa qo'lini tushirmaslar. Hamsi mushadrak bo'lsinmi yo medrak bo'lsin? Ustam. Xo'sh. Sen uzroq bo'lsin. Ha, ma'qul. O'lchoqlar xinam. O'lchoqlar. Nada qolgandi bu metr. Keng taliqi uzun qisqaligi darkasida ustam. Kasla. O'lchoqlar. Qo'lini ko'taslar. İnima. Xinam am o'zdiriningda. Men sizni ustoyna bersa dedim, men naqshma jim tursa xinam. Ya Allah. O'tishlar. Jim tursa bersa. Jim. Ustam. Nima qilyapsizlar? Voy, nimanda bir jim turmaydigan dema cho'kan. Ma'qul. O'lchib bo'ladi. Uy. Xinam. Tushsizlar, ma'qul xinam. Mushashrak bos bo'larmi? Mushta bos bo'larmi? Ma'qul. Kelin qizlar. Ustam, nima qilyapsizlar? Xinam laylatimi jim tursa, yo Allah, jim turmaydigan cho'kan kim bu? Jim tursa, jim. Ko'ynakni tikkizam la ya. Voy, bo'lmamli deb. Ma'qul. Mana mushada bos bo'lar. Nimanda yantaq stroga eshikda chiqishib yurdi maqota. O'lchini qo'ymay. Aka. Yapaldılar. Ben sizi bulayım ama vitiş katlaklarını çıkarmasam bu bula. Vitiş derkensin. Sopun nerede o gitti? Küçük yine kaptık mı sopun? Yedi. Unda olsa mı katlak vitişkisi ne? Öyle ki Koreyan kinosu gibi konuşuyorlar. Yoncuğun gibi köpeğe kırıp kandık ya. Unda olsa niyetim bir vitiş kaldı, niyetim bir. Usta.
Ha, maqma. Beqini nasaq qo'y, bolam, men nasaq bo'laman. Ustam. Maqini qo'ltiqdan chiqarsa qo'y, bo'laman. Ustam. Manda aylanib, maslar, manda siz mevada jo'to va. Xapimizlar do'ning keyinda chovsuvaliqni ko'ymay qopdimi? O'lchigini qo'yma, so'zlarga jim qilsa jim. Ay, mana vich qatqin chiqaradimi menga? Voy, ustam bu chitoning hamma yerni supi bilan bo'yib atdingiz-ku. Mana turma? Nim bu? O'ras hamma yer bo'ylab ketdimi? Ana shu to'g'andim. Qo'limni sopini bo'ylab ketdimi bu? Ha, men xapimiz qina, o'chirmasak bo'ladi, o'chirsangiz kichkina. Mag'ala. Voy, ish qilasiz? Buni bildingiz? Ha, deb qo'ysam, adamni qiliqini. Bu shu mashinachini ulumi? Ha? Sizdek mashinchi ekan. Sizdek bunda suyuqchi ekan balki. Sizga o'xshab bunda bezni ko'z har qanday mushukni yegisi keldi. Voy, o'zingiz mana shunda chuvakan bo'lib turibdingiz, men mashinchi berdimmi? Deb qo'ysam, dashi-da. Bo'ldi. Avarqim chiqdi. Voy, rejissor yarmadimi? Shunda tez o'ganda qanday? Alamat tez o'ldi chiqib. Qarang, orzuyim ben endi bir o'lib ketgan jonimdan xatir qolib qolsin demam. Men deb qo'yay, men orzuyimiz qat'iy amalga oshmaydi. Ya, men orzuyimni amalga cho'qim oshirmayman. Ay, ish qitirishman. Nima bo'ldi bu tushungan bo'lsa tez o'lib. Voy, dedim-ku, saqchinikka chiroyingiz tushmaydi ekan, mas kelmaydi ekan. Tushdi mashinanga. Men zo'rlab chiqarib qo'ysak bo'lmaydi deyman. Yo'q, aniq tushdi. Shu bir o'ylab boqamsiz? Ma'qul. Unda bo'lsa qarang. Siz o'zingizni hozir men saqchi deb faraz qilib, bir itot o'ynang. Mazmuni, ha? Siz bozordan bir yonchiqni tutib olib, bu ishxonaga kirib so'roq qilgan ko'rinish. O'ylab boqamsiz? O'ynab boqay. O'ynama. Unda bo'lsa rejissor yana men masish beraman. Men yeri cho'kan bo'lamdimi? Voy, yo'q, cho'kan bo'lmasa, men saqchi o'qangiz yonchiqni o'rnab yapamsiz. Ha, ma'qul. Achaqan bo'laman. Ha, ma'qul. Rejissor, rasman saqchi o'qandiki meni tapanchammi bormi ya? Voy, tapanchingiz bor. Mayachiqizda tapanchingiz, maytuqizda granat, qo'lingiz avtomat qilib, hamma narsani to'liq o'ynagan afgan o'ynagan. Anda taniqamanga restoranda qo'lingizni dapovatmi degan. O'ynamamsiz? Yaqinda menda degani men kino oldigidek bunda men Amerikadan cho'lib, tapancham bo'lsa, tap elib. Zon qo'yam. Dami saladi qara. O'yna. O'yna. Ya, meni saqchi chepgan bilamsiz, qanday o'xshayman deysiz bor? Voy, bu yerda saqchi tap qilib bo'lmaydi. Ben tepiraman saqchi chepkisi. Bo'lmasmi? Astag'firullah. Mana. Bu saqchining chepkisi men rejissormi shu va? Voy, hozir beri mush ekan. O'yna biraga. Aslan qutumushga g'azaklik qilib turgan chepki kim bu? Qo'ydingiz bormi, yo'qmi rolni? Bah. Ha. Tepsi ko'rinmagan ekan-ku, mayli, men o'zim ko'rmaydi ekanman. Boshlandi. Boshlaylik. Tayyorlik tutdimi? Nima boshlayib qanday o'ynayman? Siz saqchi, men yonchiqchi, men tutib ishxonaga kelgan ko'rinishdan boshlaymiz. Bo'lamda? Bo'ladi. Qanday o'ynayman obrazni deb. Nayti jalliq, obrazliq, tetik o'ynaysiz. Jalliq, saqchidek. Ma'qul. Bo'lamda? Bo'ladi. Ha, menga. Yo'q, ma'qul. Esingizda bo'lsin, siz yonchiqchi. Voy, siz saqchi, men yonchiqchi, ha? Men yonchiqchi. Yo'q, siz saqchi. Men saqchi. Boshlamda? Tayyorlik tutdimi? Haragiz huduqman, ha? Dalda. Voy, menga yonchiqchi. O'tira, yonchiqchi. Yonchiqchi. Haqdan yonchiqdi, anangning haqqi bormi seni? Gaplar. Haqdan yonchiqsan, men bankangmi yonchiqchi? Ajab titraysan-ku, haqdan yonchiqdi pulaganda titramas, men kirib tiratam yonchiqchi. Bitta quruq qo'ydigan bo'lsam, Jurumni yerlatmaydigan bo'lsam, jigari yonchiqchi. Gaplar yonchiqchi. Quruqlar yonchiqchi. Bo'ldi, sen qanchadan bo'ldi? Yonchiqchi. To'xta. Ajab o'lishgan. Bizlar qo'sqilib olgan yonchiqchi o'xshab. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Tez bo'ldi. Albatta tez bo'ldi. Tez bo'ldi. Siz hozir men desam, hozir saqchiga emas, qaraqchi o'xshab qoldingiz, banditlarga. Yaxshidek saqchilar, ha? Men bizning saqchilarimiz bilan sizlar sipoya ilmiy madaniy bo'lmamdi. Qanday degan? Bo'ldi, kapsiz. Nima dedingiz? Men bizning xalq saqchilarimiz sizlar sipoya ilmiy madaniy bo'ldi. Xalq uchun ishlaydi. Ma'qul, men burada silq sipoya o'ynab boqayin. Voy, bo'ldi. Rejissor xabar nomada burada. Deganingizda matam ishga matam deb. Astagfirullah. Yana bir o'ynab boqamsiz? Rasman? Yarashadimi? Menga. Siz yani şu an alıştırmalısınız. Niye direkt?
Siz saqchi va yochiqchi, ha? Baydigan gap esimizda bordi? Yaxshi. Siz ismay o'ylaylik. Boshlandik. Boshlaylik. Boshlandi. Baya! Yanchiq tutab qani ish qilib bergan. Yanchiq tutam. Qo'ldirib qo'ysam qo'ymасam bo'la qish ketmaylar aqcha. Mening bu silib tutilish halim yo'qdi, vazifam shunda ham qoldi. Hamma ketmasdi. Ish qilib. Qani. Beraymi? O'taslar. Voy, to'xtatlar. Ota-otin japat atib o'g'irlab kelgan ishtalar to'plab ketmasin. Men sizni chekdim. Kesler. Yanchiq tutam. Mushu silning qo'llari qanday qo'lga deymi? Mush haqni yanchiqdan pulni Alloh o'ziga kelsin. Allah. Mush qo'llar yomon peyzi. Yanchiq tutam. Mush haqdan yanchiq silning banklarda qolib qoldi juma. Ben bir hoşlap giteyim, bir ötünü kolay. Keşke bir göz meyve, kısa mı kolay bir kapmayı bırakmasın. Mesela emmi okuyup koyayım hemen. Boldu, eskam, boldu. Kapmayı bırakmasın. Eğer cinayetinizi taşıyorsanız hoga olan. Şeriklerini taşıyorsanız moga olan mihman kılınız. Hey! Boldu. Nima qilyapsiz, ha? Bu shu saqchining obrazimi? Siz hozir saqchi emas, Xushomadga o'xshab qoldingiz. Hadi sizdek saqchi var. Men sizga dedim-ku, bizning saqchilarimiz siliq sipoya ilmiy madaniy bo'ladi. Men xalq uchun ishlaydi, xalqni suydi deb. Ha? Bizning saqchilarimiz xalq uchun ishlaydi, xalqni suydi. Voy, nima qilyapsiz? Xalqni so'ydin. Bag'da. Chiqa. Ma'tu buni. Rejissor. Canım 4 rejissor ekan bu shunday yaxshi o'ynab bersin. Voy rahmat. Men taqdatimiz bu deb. Aqshga samet etmaysiz. Rahmat.